Kaliforniyada AQSh harbiy havo kuchlariga tegishli B-52 Stratofortress bombardimonchi samolyoti havoga ko'tarilish paytida halokatga uchradi. Samolyot alanga ichida qolgan va bortdagi barcha ekipaj a'zolari halok bo'lgan. Halokat 15-iyun kuni Mojave sahrosidagi Edwards aviabazasida sodir bo'lgan. Katta yadroviy va oddiy bombalarni tashishga mo'ljallangan reaktiv samolyot sinov topshirig'ini bajarayotgan bo'lgan. Halokat joyidan olingan aerovideo tasvirlarda futbol maydonidan katta maydon tutab yotgani ko'ringan. Uchish-qo'nish yo'lagiga zarar yetgani sababli Edwards aviabazasidagi barcha amaliyotlar ham to'xtatilgan. AQSh harbiy havo kuchlari rasmiylariga ko'ra, samolyot bortida 8 nafar aralash ekipaj, fuqarolik xodimlar, pudratchilar va harbiy xizmatchilar bo'lgan. Boeing halok bo'lganlar orasida o'zining 2 nafar xodimi borligini tasdiqladi. Halokat sabablari hozircha noma'lum va surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 30 tonnadan ortiq yuk bilan qariyb 13,000 kilometr ucha oladigan B-52 samolyotlari AQSh boshqariladigan strategik bombardimonchi kuchlarning tayanchi hisoblanadi. Bu kabi samolyotlarning bugungi kundagi taxminiy narxi $100 million gacha baholanadi.